Kudayqulov Jamoliddin, shu Qadamjoy rayonidan chiqqan. Bishkekda ham o'qisangizlar kelib, Qirg'iz konyagini chiqaradi. Shu ishxona konyakni Rossiya, Xitoyga berib chiqadi. Siryonni bizdan olib chiqadi. Ana Ayu degan firma var, aroq chiqaradi. Shular aroqni shu Amerikagacha sotib chiqadi. Shu ikki ishxona var aytadi. Hozir uzumdor bo'lmagan joy qolmadi. Mahallalarda, ko'chalarda yo'q, bu yerda hamma narsa ishlab chiqarishdi. Hech ham bor. Eksport qilyapti Yevropa mamlakatlaridan. Kuni kecha Latviyadan kelishdi. Kelib, ularda spetsialistlari bu yerda hozir sizlarga ko'rsatamiz. Degustatorlari bor, kelib uzumda ham farqi bor ekanda, vino ishlab chiqarishda ancha katta baho berib ketishdi. Bugungi kunda hozir mana tadbirkor tomonidan eksport qilinyapti Yevropaga. Hozir siz o'tgan uzumchilikni ham ko'rayotganda ajralishdik va отпроизводство мощности это 5-10% ishdik. Qalayin bo'ladi. Burada bir kun safon bo'lgan. Iyimiz bizning o'siribdi. Ular o'zgarib ketdi. Hozir bizda 3800 gektar yer asayni bo'lib o'tdi. Shuni 2,5 ming gektari yüzünden bakkada oturdu. Bu kişinin atrafında. Ne öyle kötü keltoyor. O zaman bizim maksatlarımızdan bir dogovor kurulsak, bir kelişim yapılsak, yani aşağıda eksperimentten bir 50 gektar, 100 gektarda başlayıp görürsünüz. Qaysi sortlar o'shatadi bizda? Bizda satara o'sadi, Bayanshiri. Kemer ma'lumotlar var biriktirsa. Bayanshirlar bu yerda bizda 17 xildan oshiq nimasi bor. Bizda o direktorimiz yo'q, bular ijrochi nima edi? Azizbek akalar. Var o sortlar. Yo'q, shu hozir Toshkentdan safarda oladi. Dogovorni siz men qilasiz, boshqa o'qishni. Qilamiz u. Mana bular fikrlar, vakolat bor. Qaysi sortlardagi o'tasizlar sizda? Bizda asosan texnik sortlar vinoga. 17 xil sortimiz bor. Shundan 9 xili qizil, qolgani oq, bitta ro'zg'or bor. Hammasi texnik sort. Bayanshiri bor, Kastel bor, Riesling bor. Bizda sot Bayanshiri bor, Kastel bor, Riesling bor, Sapiravi bor, Cabernet Sauvignon bor, Aleatica bor, keyin Alqueviri bor, ko'p. Hozirlari bo'lgan ekan, hozir kunda 10% ish faoliyati olib boryapti. Uni rasiyasini katta qilish, uni atrofida yer bor. Birga hamkorlik qilib bir 50-100 gektarda boshlab ko'raylik deyishyapti. Keyin bularga biz orqali bozorlarni ham topib bersak, bularning ishi yuradi. Birgalashib hamkorlikni qilaylik deyishyapti, shunga kelgan. Vino ham berib turishimiz mumkin, quyamiz desak. Bo'laveradi. Qirg'izistonga. Men degan zavod. Ha, boshqa. Alo. %250 ta fasli bor, ustida 178 ta. Shu 400 taga yaqin. Yana 100 ta kelyapti. Ha, mahsulotlarimiz ko'ringlar, Qilamiz xolos. Anor, bexi, olcha, keyin nimanikini qilamiz? Shaftoli, Kagordan anardan Kagor yo'q, Kagor uzumniki mana. Bu uzumniki, bu ham uzumniki mana eksport qilamiz. Bular hammasi uzumniki mana. Bular gilosniki. Bozorda qanchadan turadi? Bozorda 27 mingdan 30 minggacha turadi o'zimizning pulga. 27 ming Bizni burg'aga aytdi bir $2. $2,5. $2,5. Arzon. Yanımız uchun arzon, bunda ham, onorda ham o'zimizdan ekkanmiz, olyapmiz hozir. Ko'chatlarni olib kelganmiz. Qancha bit? 17 dedi. Yo'q, hozir 32 tadan oshib ketdi. Nimaga sorti 17 ekan? Nasıl produksiya 32 xil turdagi xil turdagi shundan 32 xildan bu yerda 15 xilini eksport qilamiz. Hozir. Qishloq xo'jaligi bilan ham gaplashib olasiz. qancha gektar uzum qilib o'tasiz?
Savol 500 chiqarmas. Qo'shilay mumkin bor. Turistlar kelsa, aksiyasini olib kiramiz. Agar ahamiyat berayotgan bo'lsangiz, bochkalarda har xil yozuvlar bor. Ularga kelishadi, kelib, o'zlariga belgilangan qayerda xohlasa marker beramiz, o'sha yerda yozib, o'zlarining fikrlarini yozib ketishadi. Bu ham bir hali turistlarni qiziqtiradigan bir nima qilib qo'ygan. Jo'q. 25 yil. Bir boshqa qilishadi. 500 litr. 165 tonna bor. Bayağı jerga ekspert qilyapti. davrolsa vazirga simorovni ham o'rgatdi. Bo'ldi. Mana bu nimaniki, olchaniki. Bu ham ekspert qilaman, svejiy. Ekspert qilyapti, bu ham svejiy. Buni qo'shdik. Ular bilan maqsad bo'laveradi. Gilos. Mana tepasida. Yo'q, men aytaman. İçi nima? Karkovul probka Fransiyada endi Portugaliyadan keladi. Kumbalidan nima? Bilmazsan. Nimadan? 13,5. Spik qo'shilmaydi, tabiiy. Ha, pakolkani shunaqa qildik, bu eksport variantda ketaveradi. Shunday oladigan bo'lsa, 50 gektar ham bor yo'q. ha, Bir 30 gektar bor. Bormi? Hozirlarga kurashib hozir yana bundan kattasi. Bular oltiga boshqa Batga boshqa ishlab 5-8 Son ichida. Oğlum kim gitse, kuan kim gitseler. Şunda tersi alıyor. Yapkan kandırmaya gel. Gözüm şayaktayım, kulağım lan arkanda. Onlar olacak da böyle adrese. O şartını koymayalım burada. Kardeşim